Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan erkaklar salomatligi uchun juda muhim bo'lgan, ammo ko'pchilik e'tibor bermaydigan tabiiy vositalar haqida gaplashamiz. Ushbu videoda siz oddiy, lekin juda kuchli ta'sirga ega bo'lgan mahsulotlar orqali erkaklik quvvatini qanday qo'llab-quvvatlash mumkinligini bilib olasiz. Ular organizmda muhim jarayonlarni faollashtiradi, gormonal muvozanatni yaxshilaydi va umumiy salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu mahsulotlarimizning biri qovoq urug'idir. Bu mahsulot erkaklar uchun tabiiy quvvat manbai hisoblanadi. Qovoq urug'i nafaqat mazali gazak, balki erkaklik salomatligi uchun haqiqiy superfood hisoblanadi. Nima uchun olimlar qovoq urug'ini har kuni yeyish kerak ekanligini tavsiya etishadi? Buning sababi quyidagicha. Ushbu mahsulot tarkibidagi sink, ya'ni ruh zaxirasi sperma sifatini yaxshilaydi va jinsiy quvvatni, ya'ni libidonni oshiradi. Va eng sezilarli ta'sirlardan biri shuki, prostata salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, prostatit xavfini kamaytiradi. Testosteron, ya'ni erkaklik gormoni ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlaydi. Kuniga bir hovuch, taxminan 30 gram xom qovoq urug'ini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ushbu mahsulotlarimizning yana biri qaymoqdir. Bu erkaklik uchun tabiiy qo'llovchi vosita hisoblanadi. Qaymoqning foydali jihatlaridan yana biri qaymoq urug' sifatini oshiradi. Agar muntazam iste'mol qilinsa, erkaklar uchun muhim bo'lgan urug' hosil bo'lish jarayonini faollashtiradi. Qaymoqning eng muhim jihati shundaki, prostata bezini muhofaza qiladi va agarda qaymoq bilan petrushka qo'shib iste'mol qilinganda haqiqiy tabiiy mo'jizaga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu kombo prostata beziga ijobiy ta'sir qilib, uning yallig'lanishini bartaraf etishga yordam beradi. Va yana erkaklar shuni bilishi shartki, qaymoq siz o'ylagandan ham foydali va tabiiy mahsulot. Tabiat hadya qilgan mukammal qo'llovdan foydalaning. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling.